O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga qanday qilib kelish mumkin? U yerda bizni nimalar kutyapti? Avtoulovimda kelsam qayerga joylashtiraman degan savollar tug'ilayaptimi? Hozir qisqa fursatlar ichida ayni shu savollarga javob beramiz. Ularning gapini eshitgim kelyapti. Siz menga xalaqit beryapsiz. To'g'risini aytsam, o'sha yerdagi ma'lumotlardan hozir maza qilyapman. So'kisham eshitib olding mana. Bu yerda ko'zlarga yosh keladi. Men sizga hozir yig'lagim kelyapti, lekin o'zimni ushlab turibman. Qanchalik biz boyligimizni biz endi tushunib yetyapmiz-da. Men hali ham to'ymayapman. Menga gapirmayman. Hozir yig'laveraman. Bu yerda hayajonga tutash tafakkur va o'zingizga nisbatan jiddiy savollar tug'ilishi tayin. Men nimalar bilan shug'ullanishim kerak ekan o'zi? Va nimalar bilan vaqtimni bekor ketkazyapman o'zi? Bu yerda takrorsiz hayratlar tuymoq, o'zini tanimoq va g'ururlanmoq mumkin. Chegaralarsiz. Men gapirishga lolman, bilasizmi? 9 yil davomida mana shu joydan o'tganimizda qancha qurilishlar bo'layotgandi. Bu darajada deb o'ylaganimiz yo'q-da. Bobolarimiz hammasini aytib o'tishdida, xuddi o'shalarni koshonasiga, o'shalar yashayotgan joyga kirgandek bo'ldim. Sizga bu hislarni tuyish uchun 2 soat yetadimi? Balki undan ham ko'proq, bemalol. Bunaqa masshtabli bitta joyda yig'ilgan innovatsiyalik qo'l tegishing bilan tarixini shunday ko'rsatib beradigan joyga kelgandan keyin men juda ham hayratga qoldim. Hamma mehmonlarimni ham shu yerga olib kelsam kerak. Unda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga xush kelibsiz. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga kelishni istasangiz, jamoat transportlaridan ham foydalansangiz bo'ladi. 109, 42, 43 avtobuslar mana shu joydan o'tadi. Bekatda tushib qolganingizdan so'ng uning shundoqqina yonginasida chipta sotish joylari mavjud. Narx haqida birozdan so'ng. Agar metro orqali mana shu joyga kelishni istasangiz, Chorsu metro bekatidan 10 daqiqalik, G'ofurg'ulon metro bekatidan esa 7-5 daqiqalik yo'lni piyoda bosib o'tishingiz kerak. Chorsu metro bekatidan piyoda kelsangiz bormi? Eski shaharning qayta tiklangan qadimiy ko'chalarida mazza qilib sayohat qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Shaxsiy avtoulovda kelganingizda ham mashinani qayerga qo'yaman demasligingiz uchun imkon yaratilgan. Mana shu joyda 3 qavatlik avtoturargoh bor. Faqat u yerga kirish uchun mana bu belgini inobatga olishingiz kerak. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga ertalab soat 9 dan kechki soat 22:00 gacha kelishingiz mumkin. Ammo ichkarida bir necha soat qolib ketishni inobatga oling. Chiptalarni siz shuningdek iticket.uz saytidan ham olishingiz mumkin uyda o'tirib. Rahmat. Ichkariga kirganingizdan so'ng guruh holatda mana shu manzilda biroz kutasiz. Professional gid xizmati sizni kutib oladi va ekskursiyaga olib chiqadi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga kelib, ayni manzil bilan tanishmoqni istayotganlarning ko'pligini ko'ryapsizmi? Hozir chiqadigan zalimizda ham pastdagidan ko'ra ko'proq odamlar bo'lishi tayin. Mana bunday rasmlar shunchaki devoriy san'at asaridek ko'rinadi. Ammo yaqinroqqa kelib sinchiklab kuzatsangiz, bu rangli toshlar qirqib chiqilgan holatda yig'ilgan mozaik tasvir ekanini ko'rasiz. Birinchi va ikkinchi Renessans davriga oid bo'lgan asarlarda allomalarimiz aks etgan va ularning o'zi bilan suhbatlashish imkoniyati ham bor bu yerda. Umrim boricha insonlar dardiga davo izladim. Nega o'g'lingizni ko'rmayapmiz? Biz ishxonadan keldik-da. Lekin olib kelishni niyat qilib o'rinli yuribsiz. savol berdingiz, albatta. Tarix darsi, ma'naviyat darsi bo'lar ekan bolalarimiz uchun ham, har birimiz uchun. Yurtimizga, butun olamga muborak bo'lsin bunaqa mo'jizaviy markaz, maskan. Nimalarida mo'jizalar ko'rdingiz? Elni yetib topqaymeniki, men o'zimni topmasam, bunaqa markazlar o'zimizni topishga, o'zimizni kim ekanligimizni, kimga, qayerga borib taqalishimizni eslatar ekanda. Qarang, hech bir ajdodimiz chetda qolmagan, e'tiborsiz qolmagan. Mana bu yerdagi 90% ko'rgazmalar hammasi asl. Bu juda ham bebaho bir boylik bu markaz. Islomdan avvalgi davr sivilizatsiyalari bo'limida 3000 yillik tarixga ega bo'lgan kiyikdan tortib qimmatbaho taqinchoqlarning asl nusxalarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kelgan san'at vakillaridan tortib hamyurtlarimizgacha hamma zamonaviy dunyoda ishlab chiqarilayotgan taqinchoqlarning dizayni aynan bizning o'lkalarga borib taqalarkanda degan xulosaga kelyapti.
taqinchoqdan o'tib ketyapmiz va qizim aytyaptiki, oyijon, Cartier bildim qayerdan ilhom olayotganini deyapti-da. Cartier bizda ilhom olyapti. O'g'limni maktabdan chiqishini kutib olib keldim, chunki baribir u bilish kerak, tariximizni bilish kerak. Ana qizim o'zi shaxsan aytyaptiki, oyijon, men Dubaydagi Luvrda bo'lganman, Dubay xafa bo'lmaylar, lekin aytyaptiki, bunaqa darajada emas dedi. Men o'zim Fransiyada bo'ldim, qancha muzeylarga kirganman, lekin bu darajada emas. To'g'ri, u yerda juda ham ko'p tarixiy narsalar bor, lekin podachasi bunaqa emas-da. Va dunyoning turli joylaridan yig'ilganda ular o'ziniki emas. O'ziniki emas. Bizda bu hamma narsa o'zimizniki. Va o'shaning uchun faxrlanib ketyapman bu narsadan. Qanchalik biz boyligimizni biz endi tushunib yetyapmiz-da. Birinchi Renessans sivilizatsiyalar, kashfiyotlar va shaxslar devorida ayni Renessansning shakllanish davrlarini ko'rasiz. Ortimizda turgan globus esa Abu Rayhon Beruniy tomonidan yasalgan globusning maketi. Relyefli tog'lari yu daryolari aks ettirilgan. Maxsus kapsulalarda esa birinchi Renessansga oid bo'lgan allomalarimiz hayoti va ijodiga oid namunalar, eksponatlar, original, noyob artefaktlar o'rin olgan. Bemalol kunni bag'ishlab kelish kerak. Birinchi Renessansga bir kunni ertasi kun kelib davom ettirish kerak. Albatta farzandlar bilan kelish kerak, yosh avlod bilan kelish kerak, ko'rish kerak. Xalqni, millatni faxri bo'ladigan shunaqangi bir mahobatli joy bo'libdiki, qudratimizga shubha qilsangiz biz qurgan binolarni kelib ko'ring, biz qurgan imoratlarni kelib ko'ring, biz qurdirgan islom sivilizatsiya markazini kelib ko'ring degan bo'lar ekan boshqa xalqlarga. Shaxsan o'zimni faxrlanib turibman mana shu millatning vakili bo'lganimda. Undan tashqari kelgan har bir mehmonning hayratiga sazovor bo'ladigan burchak, islomning tarqalishi, Ka'ba po'sht, maqom Ibrohim yopinchig'i va Ka'ba po'sht tashish uchun mo'ljallangan maxsus yopqich sizning ham hayratingizni qozonishi aniq. Lekin aynan o'sha yerda turib, hidiga to'yib, bir ozgina bo'lsa ruxsat bersa teyib, niyatli qilgim kelyapti. Biz ham yetib boraylik. Bu joyda turib ta'sirlanganingizdan sezish mumkin. Demak, tez orada shu manzilda bo'lsangiz kerak. Xudo xolasa, xudo xohlamaga gapirmayman. Hozir yig'lab boraman. Shuningdek, bu bo'limda siz zamonaviy ilm-fan dunyosiga hissa qo'shgan va o'z davrida tan olingan ulamolarimiz Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Imom Buxoriy kabi buyuk va zabardast ajdodlarimiz haqidagi muhim ma'lumotlar va original eksponatlarni ko'ra olasiz. Faxrlansak, g'ururlansak bo'ladigan joy ekan va albatta keladigan bizga tashrif buyuradigan, O'zbekistonga tashrif buyuradigan mehmonlarimizni mana shu yerga olib kelamiz. Oilangiz bilan qachon kelasiz endi? Albatta tez orada tashrif buyuraman. Oilam bilan, farzandlarim bilan kelaman. Boshqalarga ham tavsiya qila olasiz. Albatta, hammaga tavsiya qilaman. Ikkinchi Renessans davrining boshlanish qismida turibmiz, ammo har bir bo'limda ko'rganingiz kabi maxsus displey panellar orqali interaktiv usullarda tarixiy faktlar yoshlarga va kelgan mehmonlarga taqdim etiladi. Bu yerda video tasvirlarning ovozlarini tinglashingiz va ushbu shaxslar, voqealar haqidagi ma'lumotlarni eshitishingiz mumkin. Ma'lumotlar olasiz, o'yinlar o'ynaysiz, xullas taassurotlaringiz boyiydi. 14-15 asrlarga oid Umar Aqto tomonidan ko'chirilgan Qur'onning mana bu oyati original eksponat va aynan mana shundan ilhomlangan holatda birga bir holatda ishlangan 30 pora Qur'on, eng katta O'zbekistondagi Qur'on eksponati mana shu manzilga kelganlarni oldida uzoq ushlab qolishi tayin. Ikkinchi Renessans davriga oid alohida bo'lim Mirzo Ulug'bek hayoti, faoliyati va ilmiy izlanishlariga atalgan qismda siz xuddi fazoga sayohat qilgandek bo'lasiz. Bu yerda qurilgan rasadxonaning maketidan tortib, alohida yulduzlar jadvalini ko'rishingiz va hattoki tarixiy shaxslarimizning o'zi bilan bir nechta tilda sun'iy intellekt yordamida muloqot qilishingiz ham mumkin. Observatoriya ustidagi binoni kim buzib tashlagan? Observatoriyamni buzishga buyruq bergan shaxs mening o'g'lim Mirzo Abdullatovdir. Uning fitnasi va amirlarning qo'llab-quvvatlashi natijasida rasadxonam vayron qilindi.
Ochig'ini aytsam, televizorda mamlakatimiz rahbari o'z hamkasblari bilan yana mana shu Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyurganda televizorda ko'rib hayratlangandim. Haqiqatdan ham bu manzil bizdami, O'zbekistonda ochildimi deb kelganimdan keyin taassurotim 2 karra oshdi. Sababiki har bir nuqta, har bir detal, har bir o'sha burchak o'ziga xos va uzoq vaqt diqqatni, e'tiborni oladi. Ochig'ini aytsam, Sankt-Peterburgdagi Ermitajga, Qoraqalpog'istondagi Sovetskiy muzeyiga va Ozarbayjondagi Geydar Aliyev muzeylariga borganman va Janubiy Koreyadagi bir muzeyga. Lekin ulardan ko'ra ancha mukammal o'ylangan, muhtasham va bu yerga kelib haqiqatdan ham o'sha davrga, o'sha muhitga inson tushib qoladi. Biz kecha paydo bo'lmaganmiz degan so'zni isbotini ko'rish mumkin bu yerda. Albatta. Mir Alisher Navoiy hazratlarining asarlari va miniatyuralarga atalgan burchak esa kelganlarni albatta shiftga qarashga majbur etadi. Sohibqiron Amir Temur davrida gullab yashnagan ilm-fan va taraqqiy etgan davlatchilik namunalari aks etgan mana shunday eksponatlar va Temuriy malikalar foydalangan liboslarni ko'rgani kelganlar albatta uzoq fotosurat va videolarga olishi tayin. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlariga taalluqli bo'lgan eksponatlar esa mana bu tomondan alohida o'rin egallagan. Mahobatli xona katta monitorlar bilan jihozlangan. Bu yerga kelganlar uchun ayni ekskursiya qilingan davrga oid maxsus videoroliklar qo'yib beriladi. Ichkariga kirsangiz o'zingiz ham xuddi ana shu davrni his qilasiz. Yana bir alohida manzildamiz. Bu yerda Yangi O'zbekiston davriga oid bo'lgan ma'lumotlar, burchaklar va qiziqarli faktlar bilan tanishishingiz mumkin. Kiraverishda maxsus burchak videoroliklarni namoyish etish uchun mo'ljallangan. Kelgan har bir mehmonga o'zlarining tillarida Yangi O'zbekiston davrida amalga oshirilgan islohotlar taqdim etiladi. Bir necha daqiqalar davomida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining yuragidamiz. Bu yerga kelganlar ko'zlariga yosh olishadi, hayratlar tuyishadi, hayajonlarni his qilishadi. Ayniqsa chiroqlar o'chirilib, gologrammadan Qur'on oyatlari pastga tushirila boshlaganda va 114 ta Qur'on nusxalari taqdim etilganda bu yerga kelganlarning har biri telefonlaridagi galereyasini ana shu manzillarning fotosuratlari va videolari bilan to'ldirishadi. Yuqorida yonib turgan qandil og'irligi 45 tonna va manzilga kelganlar 4 daqiqa davomida maxsus chiroqlar shousini ko'rishadi. Maxsus namoyish tugaganidan so'ng kelganlarga biroz vaqt beriladi fotosuratlar va videolar chekib olish uchun. Va aynan ularning e'tiborini mana bu kabi eksponatlar tortishi tayin. Ko'ryapsiz, 8 qirrali Qur'on, 30 pora oyat hammasi mana shu Qur'on ichiga sig'dirilgan. Kumushdan yasalgan quti va buni tumor sifatida ana shu davrda bo'yinga osib yurishgani aytiladi. Mana bu devordagi gilamlardagi xattotlik namunalari esa aynan markaz yuragida turgan Usmon mushafidan olingan ko'chirmalar. Gilamlarda aynan islom dinining asl mohiyati aks ettirilgan oyatlarni ko'rishingiz mumkin. Insonparvarlik, bag'rikenglik, tinchlik, totuvlik va boshqalar. Shomga yaqin chiqsangiz 3D mapping showini tomosha qilishga taklif etamiz. Shu yerda bo'lsak, xizmatdamiz.